En zo'rlari manda bo'lsin deydiganlar uchun eksklyuziv materiallarimiz keldi. Yangi narsalarimiz kelishda har doim davom etyapti o'zi. Hozir oxirgi kelgan narsamiz bunaqa vishipkali, o'nda o'zida robotalari bor, ustalarida hozirgi kunda juda ham urfga kirayotgan yaxshi dizaynerlarimiz kolleksiya qilishga uspetam qilishyapti. Bir ikkita narsalarimizni hammasini olib ketib ham bo'lishgan. Xo'p, bitta obzor qilib o'tamiz. Bu birinchisi shokoladli tsvetimiz. Buni bunaqa однотонный lyo'nlar bilan ham bunaqa mana joyiga mosroq qilib taftalar bilan ham, xib taftalar bilan ham ishlatsa bo'ladi. Bu materialimiz nima deganda, bu plotniy, osnovasi xib, lyonga ham, jinsiga ham tortadigan raw versiya narsamiz. Bundan nimalar tiksa bo'ladi deganda, hop, keplar, choponlar, baskalar, hamma narsaga mos bo'lib ketadi. Kostyumchiklar ham, ayniqsa keplarga vobshe chiroyli chiqadi. Misol uchun, mana lyonni o'zidan qanaqadir bitta obraz qilib turib, o'shanga bitta dona beliga baska qilsanglar ham vobshe chiroyli ochib beradi. Bundan ham bunaqa terrakotoviy rang bo'lsa, hozir juda ham urfda. Bu nimaga buni qo'ydim? Bunaqa payetkasiga ham tushadi. Mana xib taftamizdan osnovasiga polностью ko'yning qilinsa, buni baskalarga, kostyumlarga yoki bundan shim, bundan kostyum qilsa vobshe zo'r chiqadi. Xuddi shu shokoladga mos yana bunaqa bundan oldin sotganmiz. Hozir yana повтор bo'lib keldi. Sal oldingizdan ozgina ranglarida farqi bor. Ishlanishlari bir xil. Bu hit продажа bo'lgan. Hozir ko'pchilik mijozlarimiz kiya olmay qoldi, uspet qilish olmay qolgani uchun buni zakaz berdik. Imенно biz uchun kelgan material. Mana hozirgi kundagi mana trend ranglar. Shokoladli ranglar. Bunga xohlasanglar tomli rang bo'lmasin desanglar, mana bunaqa rang bilan ham sachitana qilsa bo'ladi. Vobshe eksklyuziv chiqadi. Hop, keyingisi bu ham vobshe chiroyli narsa. Ahamiyat berishlik mumkin, ranglari ham vobshe o'ziga xos, osnovasi ivory. Gullari takoy siniy, mana bitta terrakotoviy ranglar. Ayniqsa buni men голубой bilan men o'z ko'zim oldiga keltirdim. Qanaqadir neobычный narsa chiqyapti birga. Buni siniylar bilan, bu narsa bilan ham sachitana qilsa bo'ladi o'zi. Shu aytganimdek baskalar, kostyumlar, bu kep, hamma narsa qilsa bo'ladi. Mana bundan shimini, yubkasini, ko'ynagini qilsa bo'ladi. Bu rang o'zimga juda ham yoqdi. Shokolad to'g'ri trend, mana yozga ham o'zi yengillik jihatdan ham o'zi chotga ekan, men o'zimga juda ham yoqib. Tavsiya beramiz. Bular o'zi limitda keladi, juda ham ko'p kelmaydi. Eksklyuziv va hech kimda yo'q. Faqatgina Mirshaxt ekan edi. Mana bunisi ham ko'ringlar, vobshe chiroyli narsa. Xuddi boygina osnovasidagi ivory, polностью siniy setkalar bilan ishlangan. Bunday mana bitta bistrlar qilingan. Vobshe chiroyli narsa, osnovasi xib bo'ladi bularni. Shuni обычный narsa. Ko'ringlar mana. Choponga ham, baskalarga, ko'ynaklarga. Ko'ynak o'zi tavsiya bermayman. Lучше baska или kep или choponga chiroyli chiqadi. Ko'ynakga sal plotnilik qiladi bu. Bu ham vobshe zo'r. Buni siniy bilan kombinировать qilsa bo'ladi. Bu mamtlarida detalli polni siniy setkalar bilan ishlangan. Mana osnovasi jinsovkali. Bu oldingi partiyamizda ham bo'lgan. Hozir повтор keldi. Ko'pchilik so'rayotgan edi buni. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu ham ivory kremoviy rang. Mana osnovasi bo'ldi. Qoraroq bo'lib keldi bu safar. Oldingi siniy versiya edi. Vobshe chiroyli narsa. Ko'pchilik yetisha olmadi. Dizaynerimiz hammasini olib qo'yuvdilar. Shuning uchun повтор keldi. Bu ham vobshe trend, chiroyli narsa. Risyunkasi ham vobshe chiroyli buni. Mana bu narsamiz ham vobshe chiroyli narsa. Qop-qora, bunaqa zeloniylar, zolta, serebro, hamma detallar bilan ishlangan. Xuddi shuni bunaqa lyon versiyasi bor. Bu narxi ancha premium chiqadi, narxi yaxshi buni. Kimga qiziq bo'lsa, aytsanglar mana. Gullari ham приятный, osnovasi marlovka lyon. Mana bu narsamiz naturalniy lyonga qilingan. Bu ham takoy chotki narsa, alta kostyumlar qilsa, takoy kepga o'xshagan narsalar qilsa ham to'g'ri chiqadi. Xuddi shuni qorasi ham bor. Bu ham chiroyli narsa. Qaysi narsamiz ko'proq qiziq yoqayotgan bo'lsa, skrinshot qilib, direktga yozib yuboringlar. Hammasini iloji boricha sizlarga yaqinroq ko'rsatishga harakat qilamiz.